Good day, this is Abdulaziz. Welcome to my channel. Assalamu alaikum. We will continue learning words from the second unit of Essential Words by Baron. Baron degan odam yozgan Essential Words for IELTS degan kitobni ikkinchi mavzudan boshlaymiz. Let's begin. Leisure time. Anticipate. Anticipate. Bu anticipate degan so'zi bashorat qilish. Experts anticipate significant changes in the job market. Kutmoq, bashorat qilmoq degan ma'noda kelishi mumkin. Athlete. Athlete degani bu yerda sportchi. Atleta yoziladi. The young athlete trained for years to reach the Olympics. Olimpiadaga yetish uchun atlet shug'ullandi ancha yillar. Next word. Blur. Blur yoziladi. Blur xiralashish ma'nosida. Without glasses, everything begins to blur. Ochki bo'lmasa, hamma narsa xiralashishni boshlaydi. Next. Complicate. Complicate degan so'zimiz bor ekan. Complicate bu murakkablashtirish. Lack of clear rules can complicate the process. Ya'ni jarayonni qiyinlashtiradi, aniq qonun qoidalarining bo'lmasligi. Yana bitta so'zimiz boundary. Boundary yozilar ekan. Boundary degani chegara. The river forms a natural boundary between the two countries. Ikkita davlat orasida tabiiy chegara hosil qiladi o'sha daryo. Next. Coordinate. Coordinate degani ya'ni bu yo'l boshlash, muvofiqlashtirishimiz kerak ekan degan ekan. To'g'rilab olish ma'nosida bo'ladi. Bir izga solib olish ma'nosida bo'ladi. We need to coordinate our efforts to solve this issue. Biz bu muammoni yechishimiz uchun o'z kuchlarimizni birlashtirishimiz kerak. Ya'ni bu yerda bir maromga solib olishimiz kerak, to'g'rilashimiz kerak degan ma'noda bo'lyapti. Demonstrate. Demonstrate degan so'z bu ko'rsatmoq, namoyish qilmoq ma'nosida keladi. Demonstrate. Demonstrate. Demonstrata yoziladi. Demonstrate. The experiment claims to demonstrate the theory in practice. Ya'ni tajriba nazariyani amaliyotda qo'llashni ko'rsatadi. Ya'ni qo'llashni maqsad qilgan. Shunga o'xshagan narsa. Next word. Detect. Detect. Detect yoziladi. Detect. Ya'ni bu payqab qolish, sezib qolish ma'nosida. Modern devices can detect even small changes in temperature. Zamonaviy apparatlar hattoki juda kichkina o'zgarishlarni ham sezar ekan, agar temperatura bilan bog'liq bo'lsa, harorat bilan bog'liq bo'lsa. Next word. Distracting. Distracting bu chalg'itadigan, buzadigan. Loud noises can be extremely distracting during study. Ya'ni baland tovushlar o'qiyotgan vaqtingizda juda ham chalg'ituvchi bo'lishi mumkin. Next. Focus. Focus yoziladi. Focus. Focus o'qiladi. Focus. Focus yoziladi. Focus o'qiladi. Students should focus on key ideas in the lecture. Bu e'tibor qaratmoq ma'nosida. Studentlar leksiyadagi asosiy g'oyalarga e'tibor qaratishlari kerak. Next. Discernible. Discernible yozilar ekan. Discernible. Discernible deyiladi. The difference was so small that it was hardly discernible. Ya'ni payqamoq ma'nosida. Farq shunchalik kichik ediki, u deyarli sezilmas edi. Ya'ni discernible so'zi sezilmas ma'nosida. The difference was so small that it was hardly discernible. Discernible yozilar ekan. Next word. Indistinct. Indistinct qanaqa yozilsa, xuddi shunaqa o'qiladi. Indistinct. In low light. The image appeared indistinct. Ya'ni ko'rinmaydigan ma'nosida bu ham. Past yorug'likda tasvir noaniq ko'rinadi. Ya'ni bu yerda indistinct noaniq ma'nosida kelayotgan ekan. The image appeared indistinct in low light. Ya'ni past yorug'likda bu rasm xira ko'rindi, noaniq ko'rindi. Indistinct. Distinct degan o'zi tarjimasi ajralib turadigan ma'nosida. Indistinct ajralib turmaydigan, noaniq ma'nosida bo'lyapti. Next word. Maneuver. 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 Maneuver degan so'z harakatlar. Xatti harakatlar o'ziga xos. The pilot performed a complex maneuver. Maneuver. O'sha uchuvchi juda murakkab harakatlarni sodir etdi. Ya'ni osmonda shunaqa qilganda. Next word. Performance. 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 Ko'pchilik adashtiradigan so'z. Performance bu bir narsaga qilish qobiliyati. Ya'ni qanchalik darajada ijro qilib olish. Bu yerda ko'rsatkich deb tarjima qilgan ekan. Well, her academic performance has improved this year. Uning akademik salohiyati, salohiyat deb tarjima qilsa bo'lar ekan. Akademik salohiyati bu yil ancha o'sdi ma'nosida bo'lyapti. Performance salohiyat yoki bir narsani ijro qilish qobiliyati deb tarjima qilsak bo'ladi. Tushadi shunaqa qilib aytadigan bo'lsak. Next word.
Peripheral vision allows us to notice movement at the peripheral edges of our sight. Peripheral degani chekka ma'nosida tushunar ekanmiz. Yon ko'rish bizga ko'z doiramizning chekka qismlaridagi harakatlarni sezishga yordam beradi. Wow, so'zni o'zi qiziq ekan. Peripheral edges of our sight. Ya'ni peripheral chekka degan ma'noda bo'lar ekan. Xo'sh, next word range, rangi deb yozilar ekan. Range bir qator ma'nosida keladi. The product comes in a wide range of colors. Bu mahsulot bir qancha ranglarda keladi, ya'ni turli xil ko'lamda keladi. Range degan so'zga e'tibor beramiz. Range ya'ni turga deb tarjima qilsak bo'lar ekan. Next, scan. Scanni allaqachon bilamiz. Scan deb yoziladi, scan o'qiladi a bilan. Doctors use special tools to scan the brain. Doktorlar maxsus asboblarni ishlatar ekan miyani tekshirishimiz uchun. Next, tolerate. Tolerate degani bu bardosh berish, chidash ma'nosida bo'ladi. For example, odamlar turli fikrlarga chidashni o'rganishlari kerak. People should learn to tolerate different options. Next, he picked up the habit almost unconsciously. U bu odatni deyarli bilmagan holatda o'rganib oldi. Ma'nosida bo'lyapti. Ongsiz ravishda, unconsciously. Unconsciously ya'ni conscious degani miyasi ishlaydi, kallasi yetyapti degani. Unconsciously ongsiz degan ma'noda kelyapti. Tushunmas. Oxirgi so'zimiz vision. Vision yoziladi. Vision bu ko'rish ma'nosida. Regular eye tests help protect your vision. Regular eye tests help protect your vision. Ya'ni muntazam bo'layotgan ko'zni tekshiruvlari sizni ko'rish qobiliyatingizni himoya qilar ekan. That's it. Thank you for your time and see you in the next video.